Shina bror. Ibrohimday? Bro tak. Bilmayman qayerda bunchalik bir xushmuomalali bir chiqishuvchan odamlar borki, hozir metroda ham shunaqa qiziq holat bo'ldi. Kichkinagina bolachasi bordi, xullas nimada tiqilib qoldi. Tiqilib qolgandan keyin men ham bordim, men qo'rqaman, to'g'risi yosh bolalar bir narsa bo'lsa. Men ham oldiga bordim, orqasiga urdim, keyin boyoyi bo'lib qaytib kelyapti-da, o'ziga keldi. Keyin kelgandan keyin men aytdim, "Sen kuchli bo'lishing kerak" dedim. Otasi ham oldida turibdi, "Rahmat, rahmat." Chidabsizlar, men hech narsa qilmadim, faqat orqasiga urdim endi. Hali ham urib ketmadi meni otasi. Keyin o'ziga keldi, xullas tushunamsizlar, qanaqa chiqishuvchan odamlarda. O'zimizda ma'mulaqa bir zo'r masalashimsa emasda va kayfiyat yo'q bo'lsa, masalan, men bunday tursam oldiga borib gaplashsa sirasi kuladi, tushunasizlar? Mana shunaqa bo'lish kerak. Qanaqadir bularni bir o'ziga tortuvchi anaqasi bor-da, tushuntira olmayman. O'shaning uchun men ham harakat qilaman, shu bularga o'xshashdi. Ya'ni bu yaxshi narsani o'rganishda, yomon bir odat emas, yaxshi narsani o'rganib, kulib berish kerak odamzod. Bular tushunarki, masalan, uyda endi ular ham odam, muammosi bor, boshqa narsasi bor, lekin muammosini tashqariga olib chiqmaydi-da. Men shu narsasiga besh ketaman.